Koson shahrida navbatdagi sotiladigan uyimiz Yangiobod mahallasi, Shag'al bozor orqasidagi ko'cha. Ko'rishingiz mumkin. Bu xonadonimiz yangi uchastka, 7 sotuq. 4 xona, keling ko'rib chiqamiz. Kiraverishda darvozaxona, o'ng qo'lda bitta mehmonxonamiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Mehmonxonadan so'ng yozgi oshxona qilish mumkin bo'lgan joy. Va to'g'rida oshxona uchun joy tashlab ketilgan. Hovlimizni ko'rishingiz mumkin. Hovli to'g'rida hojatxona. Oshxonadan so'ng hovuzimiz ham bor. Hayvon qilish uchun oldaylarni tashib qo'yishdi. Chap qo'lda katta koridor. Undan so'ng ikkita xonamiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Shu 7 sotuqli 4 xonali oshxonasi qilingan, ayvonchalar qilingan xonadonning uchun egalar 350 million so'rashmoqda. Aloqa raqamlarini pastda qoldiraman, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Kelishadigan joy bor ekan. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Xizmatimizni hisobga olgan holda like va podpiska bosasiz degan umiddaman.